Mana trekker deyman ha. 12simizni motori ham yig'ilish jarayonlaridagi jarayon boshlandi. Standart zavod biriga bir holatiga xudo xolasa qaytardi. Mashina shu Porsche'da ovoz chiqib qolgan, har doimgi dard, har doimgi kasallik. Gilzalarini qoqib, yangi Porsche, qisqasi endi 0 dan 100 gacha motor deyiladi, bu iloji yo'q. Mana golovkasini ham remontlarini qilib, pirtilkadan hozir olib tushdi. Bolalar yuvib tozalab, kamchiliklarini boshlashdi. Golovkasi endi qiziganmi bilmayman oldin. Ozgina pirtilka qilgan akaramchi qiynadi dedi. Sarochka pirtilkalarini qilib, go'zal holatda qilib qo'ydi. Xudo xolasa hozir yig'im-terim ishlari boshladi. Hozir naryoqda undan ham bitta zo'r motor bor hozir. Video tuzmasdan bitta ko'rasizlar. Mana akalar. Motorni mahluqi mana. Ali bir trendga chiqdi-yu, trendga. Mercedes'mi anaqa. V16mi, V8mi, hali bitta odamni oyog'ini kerib o'tirganga. Ashli kichkina variantida. Buni ham bu mashinada nima muammo bo'lgan? Shu Hyundai'mizniki. Bu mashinada switch ishlamay qolgan. Golovkalarini ham hozir ko'rsataman. Mana gilzalarini ham go'zal qilib, shlipovka, Porsche qo'lsa qilasiz. Qisqasi bu ham 0 dan 100 gacha motor remont, mana golovkalarini ham. Bu o'zimizni mehnatlar. Golovka remontamiz-u asosiy. Sarochkalarini qilib, mana tekshirib, opersovka hamma yo'qni qilib qo'ydim. Qisqa qilib aytganda, bunaqa mashina bo'yicha ham 10x remont bo'yicha ham bemalol murojaat qila olasiz. Qo'ldan kelgancha ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.